Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun Labo avtomobili, Damas avtomobili, Matiz, Tico avtomobillarini 3 tali silindrli motorlarni klaparini sozlashni oson yo'lini o'rgatamiz. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga yangilik bo'lib qolsin. Hop. Raspredvalni aylantirib olamiz. Hozir metga keltirib olganman. Raspredvalni mana shu 3-silindrni tepasida 12 raqam turibdi. Endi hamma raspredvallar har xil bo'ladi. Bir xilga raspredvallarda harf ham bo'ladi. A, B har xil qo'yib chiqariladi. Xuddi mana shu o'rtasiga olib kelib olinadi. Hozir mana birinchi silindr bilan ikkinchi silindrni kirituvchi, uchinchi silindr chiqaruvchisi уже bitta metkamiz keldi. Raspredvalni yana yarim оборот aylantirib olamiz. Xuddi shunaqangi metkasi bor. Xuddi shunaqa qilib o'rtasiga qo'yib olamiz. Shunda ikkinchi metkamiz keladi. Kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Qanday sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.